İmtihanlarda bek ciddilişip tutkan. Meyli şu Ali mektep imtihanı olsun veya şoförlük imtihan veya işe uruluş jarayonidagi 100 tane yazıkçı imtihanlar. Şu yığın liksiyada söz tutkan hablab qalgan vaqtda bek ciddilişip tutkan, suqaqda vesip tutkan, yürek tiz soqab bir yaram tutkan qarindosh nisbatan bugun ikki kalima so'zlab berildi. Bunun birisi yürekning bek ojizlab qolganligi, yurakka qon yetishmaganligi. İkincisi şu kichigidan boshlab shunda faoliyatlarga qatnashmayotgan, o'zi yolg'iz uyda amroq, yolg'izlikni xohlayotgan, shunda psixikada bo'lib qolganlar. Uchinchi birisi shu kichigidan boshlab cho'nglikka shu izishga, yoqtirmaslikqa, shu rag'bat bermay, to'xtamay tillab, tuvankurab, shunda o'zini tuvankurtgan bolalarimizni qarindoshlar ko'rlab qoldi. Endi mayli bu nima sababdan bo'lsin, birinchilab qilgan ishimiz yurakni quvvatlaymiz. To'q yurak deb qo'ygan bir ish bor. Endi bizning yuragimiz to'qnikidek kichilab qolmaydi, lekin yurak ojizlab qoldi degan gap. Shunga birinchidan yurakni quvvatlaymiz. Buningga muparriy erishim, xamir marvoyatni yeb bersak bo'ladi. Ikkinchidan, bu sirt bilan ko'p aloqa qilamiz, sirt bilan ko'p faoliyat qilamiz, urug' tuqqan ota-onamizdan ko'p fikr almashtiramiz, kayfiyatni tanishamiz. Uchinchidan, yuqorqi ahvolni qilib bo'lolmay qolib qolsa, damalıqı ciddi kip qilib qolsam, shunda faoliyat imtihan yig'ilining oldida noit bek tatlıq bir narsa yoki achchiq bir narsa yevilib kelsangiz ma'lum darajada foydasi bo'ladi. Ya'ni diqqatni burashqa, shu jiddiychilikni besishga ma'lum darajada foydasi bo'ladi. Shunga o'xshash salomliqlardan vaqtida xabar topa olsangiz, qo'shib belgisini besib, meni qo'shilishni tutib qolmang.